Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlarimiz. 7-dekabr kuni mana bir chiroyli yangilik qildik. Inshaalloh qoringa kalla pochcha o'ralgan, juda ham mazali, mazasi juda ham yaxshi. Buni kelib yeb ko'rish kerak, faqat juda ham mazali. Buni til ojiz ta'riflashga. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Kumidon svetoforida Mansurbek market yonida. Namangan shahrida kelishda Dunyo oshxonasidan o'tganingizdan keyin svetofor tagida Chustdan kelishingizda Shahidon mol bozoridan o'tib ikkinchi svetofor tagida chap qo'lingizda keladi. Kelaverasizlar bemalol, juda ham mazali bo'layotgan tushorkalarimiz bo'layotgan. Go'shtli kapchonli go'shtlarimiz bor, dudlangan hasblarimiz bor. Tushonka xaladeslarimiz, abichli xaladeslarimiz, hattoki til qo'shilgan xaladesimiz bor, faqat til qo'shganmiz. Mazasi juda ham zo'r. Qazimiz bor, archa go'shtimiz bor, mol go'shtimiz bor. Mana yana bitta yangiligimiz bor. Mana bunga faqat tuyoqdan xalades qilingan, ichiga abichli go'sht qo'shilgan, mazasi juda ham yaxshi. Bemalol ota-onangizga olib berishingiz mumkin. Oyoqlar og'risa, og'rimay qoladi. Xohlasa kelaverasizlar. Juda ham mazali mana yangiligimiz. O'ylanmay kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.